Akalar bayram munosabati bilan narxlar ancha tashladi. Qaranglar, sizlarga xohlalar kiloga olinglar, xohlalar oyoqlang olinglar. Kiloga olmoqchi bo'lsanglar 50 kilogacha tirik vazni emas, go'sht qiladigani bo'lsa 50 kilogacha go'sht qiladigani 90 mingdan, 50 kilodan yuqorisini chista go'sht qiladigan desanglar 85 mingdan tortib beramiz narxlarni. Nimaga desanglar, akalar bayram munosabati bilan qo'ylarimizning soni ko'pligi uchun Urgut tumani O'ramas mahallasiga bir ukamizning xohlasiga kelganmiz. Bayram uchun boqqanman deyapti. Bayramga narxlarni arzon qilib xalq mazza qilsin deyapti. Pastga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar, bemalol kelib qo'ylarni addushisidan olib ketasizlar. Akalar, narx juda arzon. 85 mingdan 50 kilodan yuqorisiga go'sht qiladiganni tirik vaznni tortib olib ketaverasizlar. Yana bitta narsa, Qur'onliqgacha boqib beraman deyaptilar. Qur'onliq kuni olib ketaman desalar, dastavkasini ham qilib beramiz deyaptilar. Bunaqa imkoniyat bo'lmaydi, marhamat qilasizlar. Akalar, bayram munosabati bilan narxlar ancha tashladi. Qaranglar, sizlarga xohlalar kiloga olinglar, xohlalar oyoqlang olinglar. Kiloga olmoqchi bo'lsanglar 50 kilogacha tirik vazni emas, go'sht qiladigani bo'lsa 50 kilogacha go'sht qiladigani 90 mingdan, 50 kilodan yuqorisini chista go'sht qiladigan desanglar 85 mingdan tortib beramiz narxlarni. Nimaga desanglar, akalar bayram munosabati bilan qo'ylarimizning soni ko'pligi uchun Urgut tumani O'ramas mahallasiga bir ukamizning xohlasiga kelganmiz. Bayram uchun boqqanman deyapti. Bayramga narxlarni arzon qilib xalq mazza qilsin deyapti. Pastga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar, bemalol kelib qo'ylarni addushisidan olib ketasizlar. Akalar, narx juda arzon. 85 mingdan 50 kilodan yuqorisiga go'sht qiladiganni tirik vaznni tortib olib ketaverasizlar. Yana bitta narsa, Qur'onliqgacha boqib beraman deyaptilar. Qur'onliq kuni olib ketaman desalar, dastavkasini ham qilib beramiz deyaptilar. Bunaqa imkoniyat bo'lmaydi, marhamat qilasizlar.